Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar, sizlar bilan bugun Word dasturimizda birinchi darsimizni boshlaymiz. Demak, Word dasturi ishga tushirilgan holatda va biz menyular bilan tanishib chiqishni boshlaymiz. Demak, fayl menyusida Главное создать, открыть, сведение, сохранить как Adobe PDF, печать, общий доступ, экспорт, закрыть, учетный запись hamma joylashgan. Demak, ularning bir vazifalari bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, Sazdat bandida yangi fayl yaratishimiz yoki biror shablon asosida fayl yaratishimiz mumkin. Demak, biz hozirgi darsimizda yangi dokument, yangi hujjat yaratib ishlab ko'ramiz va bu yerda biz ishlashligimiz uchun, ya'ni Word matn protsessorida matnlarning ustida tahrirlash ishlarini olib borishligimiz uchun biz matn yozib olamiz. Demak, biz matn yozib oldik. Bu mening birinchi darsim. Va biz buning ustidan, o'sha matnning ustida amallar bajarishimiz uchun uni blokka olamiz. Ya'ni blokka olish, chap tugmani bosib matnning ustiga tortish belgilanib qoladi. O'sha narsa blokka olish deyiladi. Demak, bu yerda biz Главное menyusida shriftning turini, shrift o'lchamlarini o'zgartirishimiz mumkin. Jирный, kursiv va tag chiziqli holatlarini qilishimiz mumkin. Demak, bizni doimiy ravishda kuzatib borish uchun Shahboz Rajabboyev YouTube kanaliga obuna bo'ling. Demak, bu yerda mana bo'ling degan so'zni biz tutuq belgisini qo'ymasdan aslida bo'ling so'ziga o'zining belgisini qo'yishimizni ko'rib chiqamiz va buni sizlarga o'rgataman. Demak, o'sha bo'ling oning ustida belgini qo'yishimiz uchun probelni bitta bosamiz va tutuq belgisi chiqaradigan klaviaturani bosamiz va o'rtadagi joyini o'chirib qo'yamiz. Demak, Shahboz Rajabboyev YouTube kanaliga obuna bo'ling degan so'zda to'g'ri yozilgan bo'ladi. Endi biz bu matnni ko'paytirib kopirovat va davomidan stavit qilamiz. Ya'ni biz buni nima maqsadda qilyapmiz? Biz buni qilishimizdan maqsad abzas bandini tushuntirish. Ya'ni abzasda o'rtadan tekistlash, chap tomondan tekistlash, o'ng tomondan tekistlash va ikki tomonlama tekistlash mumkin. Ikki tomonlama tekistlanishida demak, quyidagi ko'rinishda sozlab olamiz. Va biz matnni kichraytirsak, mana ikki tomonlama tekistlangan holatda ko'rishligimiz mumkin. Endi matn rangini o'zgartirishligimiz uchun bu yerdan kiramiz va matn rangini o'zgartiramiz. Matnning orqasida belgi qo'yishligimiz uchun, ya'ni tekstni belgilashligimiz uchun bu yerdagi belgilardan foydalanamiz. Agar biz abzasni belgilamoqchi bo'lsak, mana bundan foydalanamiz. Ya'ni o'sha abzasni to'liq belgilab beradi.
Demak, bu ikkala bo'yashning farqi, bunda to'liq qator oxirigacha bo'yaladi. Mana bunisida esa faqatgina matnning orqasi bo'yaladi xolos. Ya'ni qator oxirigacha bormaydi. Demak, Glavniy menyusida yana tartibli raqamlar va tartiblanmagan, ya'ni markerlangan raqamlarni hosil qilishimiz mumkin. Buning uchun bizga matn kerak bo'ladi va matnlar orasida bu mening birinchi video darsim degan so'zni qoldiramiz va enter tugmasini bosib 3 qator qilib olamiz. Ya'ni bularni endi tartiblanmagan ro'yxatni hosil qilishimiz uchun markerlardan foydalanamiz. Demak, ixtiyoriy shaklda tanlashimiz mumkin. Endi keyingi holatimizda buni kopirovat qilib vставить qilamiz va bunda tartiblangan raqamlar hosil qilishimiz uchun quyidagilardan foydalanishimiz mumkin. Demak, raqamlardan yoki alifbo tartibidagi harflardan foydalanishimiz mumkin. Demak, tepada tartiblanmagan ro'yxat, pastda tartiblangan ro'yxat, ya'ni markerlash bilan raqamlash ishlari olib borilgan. Endi biz o'rtadagi bo'shliqni yo'qotamiz va interval qatorlar orasidagi joyning belgilanishini ko'rib chiqamiz. Demak, intervalimiz 1, 1.15, 1.5, 2, 2.5, 3 va hokazo intervallarda bo'lishligi mumkin. Va biz intervalni birga qo'ygan taqdirimizda ham yetarli darajada orasi yaqinlashmayapti va mana bu yerda udalить interval после абзаца degan so'zni ustiga bosishimiz kerak. O'shani bosib qo'yganimizda demak, eng qisqa masofaga yaqinlashgan bo'ladi. Endi Glavniy menyusida mavjud bo'lgan найти, заменить, выделить tugmalari, bandlari bilan tanishamiz. Demak, найти bandida Ctrl F tugmasini bosish orqali ham chaqirish mumkin. найти bandida biz izlayotgan matn, ya'ni biz shu faylimizda qanday matn izlayotgan bo'lsak, o'shani bu yerga kiritamiz. Demak, darsim degan matnni kiritdim, 6 ta natija chiqarib berdi. Demak, darsim so'zi 6 marta takrorlangan. Va biz faylda mavjud bo'lmagan so'zni kiritgan taqdirimizda nima bo'ladi? Demak, maktab so'zini kiritsak, rezultat ne найдено, ya'ni natija topilmadi. Demak, bir raqamini kiritsak, bir raqamini ham topib bermaydi. Ya'ni B harfini kiritsak, uni 2 marta B harfi qatnashgan, ya'ni bu so'zida va birinchi so'zlardagi B harflarini topib beradi. Endi zaminit uskunasi nima qiladi? Zaminitni ishlatishimiz uchun Ctrl H ni bosishimiz yoki zaminit bandini tanlashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni zaminitda o'sha bitta belgini turgan joyida o'zgartirishimiz mumkin yoki fayldagi barcha bir xil belgilarni o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, bu mening birinchi darsimdagi nuqtani topsin va o'shani olib tashlasin, ya'ni hech narsa qo'ymasin o'rniga. Demak, zaminit все qiladigan bo'lsak, 6 marta qo'yadi va bu mening birinchi darsim degan so'zlardagi nuqtalarni hammasini olib tashlaydi. Endi biz shu joyiga bu mening birinchi darsim yoki birinchi videoyim degan so'zni almashtirmoqchimiz. Darsim so'zini videoga almashtiramiz. Buning uchun buni belgilaymiz. Darsim so'zini belgilab, Ctrl H tugmasini bosadigan bo'lsak, darsim so'zi avtomatik holatda izlashga tushadi. Va bu yerda videoyim yoki mening birinchi
video darsim deyotgan bo'lsak, zaminativ C qilamiz. Demak 6 marta o'sha video darsim so'zining oldiga video darsim so'zini qo'shib beradi. Endi bu yerda yana jadvallar bilan ishlash, jadvalning hoshiyalarini ko'rsatish, A-dan Y-gacha tartiblash va matnlarni tahrirlashda pi uskunasi mavjud. Bu ya'ni probel qo'yilganligi, enter tugmasi bosilganligi va abzas band tashlanganligini ko'rsatib beradi. Ya'ni standartlar holatida tartiblab beradi. Keyin yana bitta uskuna bor. Assistive C formatирование degan uskuna, ya'ni buning hammasini formatini bir xil holatga, dastlabki holatiga keltirib beradi. Ya'ni hech qanday format qo'llanilmaganda matnimiz mana shu holatda bo'ladi. Demak, biz bunga format qo'yishimiz uchun Ctrl A ni bosamiz va shrift turini, o'lchamini, ranglarni qo'llashligimiz mumkin. Demak, videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, e'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda bundan qiziq darslarni, narsalarni o'rgataman va keyingi videolarni keyingi darsimizda ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.